oxirgi marta qachon onanglarni, uydagilarni olib o't-o'tga dam olgani chiqdinglar, aylangani chiqdinglar. Bitta narsa aytaman. Onaga qilingan bir sim xarajatinglar 1 million bo'lib qaytmasa-chi hisoblasin. To'g'rimijon? Biza an'anaga muvofiq har dam olish kuni o't-o'tga chiqamiz, chunki meni boshqa kuni vaqtim yo'q. Ona nima deysiz? Sizlarga ko'p narsa kerakmi? Onagacha bitta dona marojniy ham yetadi, to'g'rimi? Bitta marojniy sizlar bilan o'tirib gaplashib, shunaqangi maza qilamiz. Chunki ona qilgan duochi, to'g'risi, ona bitta duo qilib qo'ysalar, bo'ldi-da, ishinglar zo'r bo'lib ketadi, meni boshimdan o'tkaz. Ano, ertaga boramiz, bugun imkoniyatim yo'q. Onaga sizning imkoniyatingiz kerak emas. Onaga sizning cho'nchagingizdagi pulingiz kerak emas. Onagacha siz yoningizda bo'lishingiz kerak ekan-da, to'g'risi. O'shaning uchun davaychi, havo zo'r bo'lyapti. Shundoq kiyinasizlar bugun kech payt, sal qalonroq kiyinglar. Magic City, Toshkent City, Seul, Toshkentda shunaqa aylansa bo'ladigan joylar ko'p. Shunda olasizlar, uydagilarni olasizlar-da, shunda borib avtobusga o'tirib bo'lsa ham borib aylanib keladigan